Assalomu alaykum hammaga. Bu videoni sirrochni Yandexda ishlayotgan yoki ishlamoqchi bo'lgan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Mashina olishga shoshilmaymiz. Sababi 2026-yil 30-aprel kuni Yandexda tariflar bo'yicha обновление ishga tushadi. Xo'p, bunda mashinalarning ro'yxatini boshlaymiz. Ketdi. Birinchi o'rinda hammaga mashhur qilgan taksi Raid bilan taksi polvon haydab yuradigan Velit 6, ya'ni buyuk avtomashinasi bundan buyog'iga elektr tarifida ishlamaydi. Faqat K+ da ishlaydi. Ikkinchi o'ringa keladigan bo'lsak, hammaga mashhur BYD E2 hozirgi kunda Comfort Plus elektro tarifida yuradigani, bundan buyog'iga 2024-yil bo'lsa sizda Comfort Plus da ishlay olasiz. Undan past bo'ladigan bo'lsa Comfort Plus da xayr bo'ladi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida Qora Pantera nomini olgan Honjichilar bormisizlar? Bitta like qo'yamizlar. Honji hali ham legenda o'zini brendini saqlab qoldi. O'zini uruvinida. Xo'p, aka-ukalar, mashinalarning ro'yxatlari juda ko'p. Gapiraversam vaqt ketaveradi. Sizlarda qanaqa mashina va nechinchi yil? Agar sizlar kommentariyada yozib yuborsanglar, biz sizga albatta javob yozib yuboramiz. Qaysi tarifga o'tadi, nechinchi yildan o'tishligini. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like, komment, repost ayamimiz. Videoni srochni Yandexlarga jo'natib qo'yamiz. Joninglar sog' bo'lsin.